Vatan sajdagoh kabi muqaddas. Vatanni himoya qilish esa har bir insonning sharafli burchidir. Erta tongda uyg'onganingizda umr yo'ldoshingiz sizni shirin so'z bilan ishga kuzatishi uchun, tarbiyachi farzandingizni o'z bolasidek mehr bilan tarbiyalay olishi uchun, jafokash insonlar shahrimizni toza va ozoda saqlashlari uchun, favqulodda holatlarda sizga beminnat yordamni ta'minlash uchun, joningiz og'rib turgan bir paytda sizga yordamga yetib kelishlari uchun, tinchlikni saqlash barchamizning burchimiz. Lekin vatanimizning barcha sohalarida mehnat qilish uchun zarur bo'lgan tinchlik vatan himoyachilari tufayli. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal.